Hozir task 2 positive negative development essay tekshiramiz va bu essay o'sha o'quvchilardan biri tomonidan yozilgan. Feedback beramiz, necha balga loyiqligini va qaysi arealarni improve qilish mumkinligini aytib o'tib ketamiz. Temaning nomi The Rise of Artificial Intelligence is Changing the Way People Work. Sun'iy intellektni o'sishi, ko'p keng tarqalishi odamlar ishlash usulini o'zgartirib olyapti. Bu pozitivmi yoki negativ developmentni yaxshi rivojlanishmi, yomon rivojlanishmi degan savol. Introductionda demak preface qilinish kerak, plus yaxshi thesis statement yozilgan bo'lishi kerak. Yaxshi thesis statementda eslab qolaylik, argumentlar berilgan bo'ladi. 2 ta yoki 3 ta va position berilgan bo'ladi. Ya'ni o'quvchi pozitiv deb hisoblaydimi bu developmentni yoki negativ deb hisoblaydimi, shu narsa yozilgan bo'ladi. It is undeniable that it is difficult to live without AI currently, since it has already become a part of life, making alterations in the way people work. Okay, I consider this development as positive since it helps to improve the efficiency of the work and gain more knowledge in the field. Hop, birinchi payqagan narsam it, ya'ni referencing bilan bog'liq xato bo'ldi. Bu itda xato yo'q, chunki bu AI ga to'g'ridan-to'g'ri ishora qildi. Lekin o'zi ketma-ket ishlatilganligi uchun sal shu temani research qilib qo'ysa bo'ladi bu o'quvchi. Ya'ni referencing temasini shu bo'yicha xatolikka yo'l qo'yapmiz. Referencing temasi bo'yicha xato bor. Endi mana I consider this development as totally positive. Bitta biz pozitiv deb ko'ryapmiz. Anaqamizni pozitsiyamizni shuni endi totally yoki completely positive deb turib, bo'rttirib qo'ysak bo'lardi. Shu so'zni nimaga qo'shganimni agar kimdir tushungan bo'lsa, o'zimiz qo'shiladigan tomonimizni bo'rttirib, ya'ni kuchliroq anaqa bilan emphasis bilan bermoqchimiz. Since it deganda mana bu yerda yana referencing bilan bog'liq xato bor. It helps. What helps degan savol tug'iladi. Improves the efficiency. AI ni ishlatilishimi? Ha, o'sha narsani bu yerga olib kelib yozish kerak edi. Bu yerda endi it deganda developmentga ishora bo'lib qolyapti va bu noto'g'ri referencing hisoblanadi. Hop, in the field emas, in this field bu ham xuddi shunaqa referencing bilan bog'liq. In this field bo'lsa, o'sha AI sohasi degan narsa tushunilardi. Z ham shu ma'noni berib turadi, lekin this o'zi tochkasiga uradigan olmosh pronoun hisoblanardi. Birinchi badiiy paragrafga o'tamiz. The primary reason is associated with the improvement of work efficiency because of AI. Primary reason is associated with the improvement of work efficiency because of AI. Shuni boshqacharoq yozsam, mayli, to'g'ri bo'ldi, okey. To'g'ri gapni to'g'ri deb olib ketaveraylik. This means that many workers are using AI for doing almost anything ranging from calculations to make presentations. Shu yerda bitta kommani yozamiz. Making presentations that were impossible in the past, which may pave the way for enhancement in the quality of work. Shu yerda which ishlatilishini boshqatdan ko'rib chiqishimiz kerak. Nimaga deganda, o'rtada z ham ishlatilganligi uchun which va z ni o'z ichiga oladigan gaplar ikkalasi bitta narsaga tegishli bo'lib qolyapti. Ya'ni o'sha hamma narsa uchun AI ni ishlatish ga tegishli bo'lyapti. Lekin which dan oldingi gap that were impossible in the past bo'lgan. Shu yerda which ga qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Mana hozir which tegishli bo'lgan gap, ya'ni shu gap qaysi gapni ishora qilyapti deb so'rasanglar, mana bu yoqdagi gapni ishora qilyapti. Mana bu gapga ishora qilyapti. Lekin o'rtada ikkita gap chiqib qolgan. Shuning uchun which uje anu gapga bog'lanishi nima bo'lgan? Yo'q bo'lgan. Bu smooth flow degan narsani, ya'ni bir tekstda ketish flow'ini buzib qo'yadi bu narsa. Shuning uchun shu whichni o'ylab ko'rish kerak, shu gapni ichkariga tiqishga harakat qilish kerak. If we take teachers as an example, they used to deliver lessons by using boards and speeches, which were a bit tedious for the learners, making lessons difficult to learn deeply and took huge amount of time. Bitta sezilgan narsa, gap juda ham over complicated bo'lib ketgan. Bitta o'qishda tushunish qiyin, o'quvchi 2 marta o'qishiga to'g'ri keladi. Bu ham xato hisoblanadi. Yaxshi emas, tavsiya qilinmaydi emas, xato hisoblanadi. Over complexitydan qochishimiz kerak. Iloji boricha oddiyroq, yaxshi grammatikalar ishlatish kerak, lekin tushunarli bo'lishi, readability degan narsa bor mana. Shuni topdim hozir. Readability. Ya'ni
o'zbek tiliga qanaqa tarjima qilsa bo'ladi? Oson o'qisa bo'ladiganlik darajasi. Shu narsa yo'qolib qolmasligimiz kerak esingizda. However, with the availability of digital tools, teachers have a chance to teach learners with a short amount of time in a more fascinating way by using different sites that include gamifications which appeal to almost everyone. Wow. Bir xil shunaqa feedback bergan bo'lardim. Juda ham over complex. Mana hozir nechta gap qo'shilgan ko'ramiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta gap qo'shib yozilgan. Buni ham o'rgan anaqa qilsak bo'ladi o'zimiz uchun o'quvchilarga. No more than 3 sentences in a single no more than 3 sentences in a single complex sentence. Bitta murakkab gapda 3 tadan oshiq oddiy gaplarni ishlatmaslikka harakat qilishimiz kerak. Bunaqa qoida yo'q, bunaqa qonun yo'q, lekin o'zi shuni miyaga ustunovka qilsanglar, 3 tadan oshiq ishlatmasanglar, demak readability degan narsa, ya'ni oson tushunuvchanlik darajasi ancha yaxshiroq bo'ladi. Bu yerda o'zi mana tarjima qilib bemalol bu narsani tushunsa bo'ladi, lekin task 2 esseylari bunaqa yozilmaydi. Buni ikkitaga bo'lib olish kerak. Shu mana with the availability of digital tools, teachers have a chance to teach learners in a short amount of time in a more fascinating way. Bo'ldi tochka. Ikkinchisini yana alohida gap bilan yozish kerak bo'ladi. Ikkinchi bari, another reason is having accessibility to news or new innovations in each domain. Okay. All workers in the field of science, art, education, even politics, bu yoqda bitta komma kerak. Yaxshi narsa ishlatgan shu yerda listing deyiladi bu. Yaxshi narsa ishlatgan, buni ham maqtab ketishimiz kerak. Xo'p, pluslari mana bu yoqda listing qilganligi mayli bu shartmas. Politics can make most of their time with the use of AI and become professional later. Politics become professionals later. qo'shib qo'ydim bu yerga. For instance, employees in science field used to learn about important things from older and experienced people or by just watching TV about experiments, laboratory stuff, which made the progress slower. Nowadays, the way towards to this has been shifted that many people are using AI such as ChatGPT to work on themselves or using other tools to connect and engage in courses from professionals, making a special contribution to create a chance to be innovative and thrive at work. Wow. Birinchi o'rinda, birinchi aytsa bo'ladigan narsa, mana o'quvchi aytayaptiki, hamma ishchilar o'sha science-da, art-da, education-da, hatto politics-da ham ishlaydigan, siyosat bilan shug'ullanadigan ishchilar ham asosiy vaqtini AI-dan foydalanish bilan o'tkazyapti va keyinchalik professional bo'lib yetishyapti. Masalan, shu example berishda, mana hozir muammoni tushuntiraman. Masalan, deb turib yana bu yoqdan boshlagan. Science sohasida ishlaydigan ishchilar oldin muhim narsalarni yosh kattaroq va tajribaliroq odamlardan yoki TVdagi eksperimentlardan yoki laboratory stuffdagi eksperimentlarni ko'rib turib o'rganardi va bu progressni sekinlashtirardi, deyapti. Xo'p, endi hozirgi kunda bu narsa o'zgardi va juda ko'p odamlar AIni aynan ChatGPTni ishlatyapti o'zlarining ustida ishlash uchun. Xo'p, shu yerda example beryapmiz ekan. Birinchi o'tmish haqida example berishimiz g'alatiroq bo'lardi. Uni o'rniga biz masalan aytib ketsak bo'lardi, oldingi anaqa bilan oldingi davrdagi o'rganish progressi bilan, prosessi bilan hozirgini taqqoslaydigan bo'lsak, deb turib ikkita gap yozib ketsa bo'lardi bemalol. Misol uchun manaqa demoqchiman. The learning process in the past which mainly relies on deb turib o'tmishda qanaqa bo'lganligi learning processni. Endi bu narsa has also altered yoki changed significantly
yoki completely desak bo'ladi. Yoki significantly, hop, to modern methods which includes deb turib hozirgi metod yozib qo'ysak bo'ladi. Mana shu gap bilan akkuratniy qilib yozib ketsak bo'lardi. Bu bizga nima beradi demoqchi bo'lsanglar, bu bizga beradi. Buni asosiy vazifasi sirazi mana example berib turib past haqida gapir deydi. Keyin bu narsa o'zgarganligini, ya'ni this has been shifted bo'lganligini keyin aytyapmiz-da. Shunda o'rtada sal zamikani bo'lib qoladi. Qatdan keldi bunaqa narsa, nimaga bunaqa bo'lyapti degan savol tug'ilib qoladi examinerda. Hop. Nowadays the way towards to this has been shifted that. Hop, to this. Shu this yoniga noun kelyapti обязательно. Towards this learning, misol uchun this learning methodni ishlating mana hozir oddiy, this learning process yoki mana endi idealniy bo'ldi shu this learning processni qo'shadigan bo'lsa shu yerga. Thisni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu o'zi qolib ketadigan bo'lsa, bu referencing bilan bog'liq muammo edi. Lekin yana bitta narsa aytgan bo'lardim. Shu gap ham o'zi aslida nima bo'lgan, sal cho'zilib ketgan. Bu yoqdagi yana ikkitaga bo'lib turib yozsa zo'r bo'lardi bu gap ham. Lekin pozitsiyalar aniq, demak bu o'quvchi pozitiv qarayotganligi aniq bu narsaga. In conclusion, increase shuni z bilan berish kerak. The increase in the use of AI has changed the working habits of people and I still consider this as a positive shift. Still bu yerda umuman nonsense. Nimaga deganda bitta negativ tomonni beramiz, keyin men hali ham shunaqa bo'lishiga qaramasdan men buni pozitiv shift deb ko'raman deganda ishlatamiz. O'zi birorta negativ gap aytmadik butun anaqa bo'yicha, faqat AI ni ishlatishi foyda yaxshi deb keldik va still degan so'zni ishlatishimiz bu yerda umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Because by the help of AI, workers are not only able to work on their efficiency, but also can work on themselves regularly, ensuring in having a decent career growth in the long term. Mayli, bu ham over complex bo'lib ketgan gap juda ham, lekin to'g'ri deb qabul qilsak bo'ladi. Xo'p. Essayda pozitsiyalar to'liq yozilganligi, yarki ko'rinib turganligi uchun men bu essayga 6.5 deb bergan bo'lardim. Very close to 7, 7 ga yaqin. Qachon 7 bo'ladi? Ikkita glavniy muammoni to'g'rilasak. Referencing bilan referencing ustida ishlasak va gaplarni much simpler qilsak. Bu degani sodda yarim qatorli gaplar emas. 3 ta gap, 4 ta gapimiz bor butun essay davomida, ikkiga ajratib chiqish kerak bo'lgan. Shunaqa qiladigan bo'lsak, hattoki bu essay shu ikkita o'zgarishlar bilan bemalol 7 ga yoki 7,5 ga ham change bo'lishi mumkin. Bu essay lekin hozirgi turishi 6,5 hisoblanadi. Nimaga deganda 6,5 nima uchun? Pozitsiyalar to'g'ri qo'yilganligi, o'sha general meaning ko'rinib turganligi, yaxshi so'zlar, yaxshi grammatikalar ishlatganligi uchun. Lekin sal bu tomondan xato bo'lganligi uchun 7 qo'ymagan bo'lardim. Bu endi mening shaxsiy fikrim.